Bonjour tout le monde. Salom hammaga. Fransuzcha Choy Time podcastimizga xush kelibsiz. Bugun biz mana shu o'tgan 8ta darsda o'rgangan mavzularimizni birgalikda takrorlaymiz. Bonjour Shahzoda. Bonjour. Sen yaxshimi? Oui. Oui. Birinchi mavzuda biz hol-ahvol so'rashni o'rgangandik. Sen yaxshimisiz, qalaysiz? Fransuz tilida nima bo'lardi? Bunga javob berishdan oldin kamgina pauza qilasan. Bizni tinglaydigan odamlar ham agar eslarida bo'lsa takrorlashlari uchun va keyin sen javobni aytasan. Okay, boshlaymiz. Ya'ni qalaysiz fransuz tilida nima bo'lardi? Ça va? Ça va? To'g'ri. Bunga qanday javob berish mumkin? Ya'ni ha, yaxshi demoqchi bo'lsak. Ça va deganda, misol uchun ça va bien, merci. Très bien. Ya'ni hammasi yaxshi, rahmat. Agar ishlaring yaxshi ketmaydigan bo'lsa nima deysan? Ça ne va pas. Très bien. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Très bien. Agar ishlaring juda yaxshi ketadigan bo'lsa nima deysan? Ça va très bien. Ça va très bien. Agar esingda bo'lsa Shahzoda, biz ikkinchi darsda salomlashishni o'rgangandik. Ya'ni ertalabki salom nima bo'lardi? Ertalabki salom. Bonne journée. Bonne journée. Xayrli kun. Bonne journée degani kuningiz xayrli bo'lsin degani. Bizda xayrli kun, ya'ni kun davomida ishlatiladigan salomimiz bu Bonjour. 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 Très bien. Xayrli kechchi. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée kechani yaxshi o'tkazing degani. Xayrli kech salomlashishda ishlatadigan so'zimiz bu bonsoir. Bonsoir. Très bien. Davom etamiz. Xayrlashni ham o'rgangandik. Qaysi so'zlarimiz bor xayrlashda ishlatadigan? Xayr nima bo'ladi fransuz tilida? Mana esimda qolgani salut. Salut. Va yana au revoir. Au revoir. Eslatib o'taman, ya'ni salut ham salom bo'lishi mumkin, ham xayr bo'lishi mumkin. Ko'rishguncha degani nima bo'ladi? Au revoir. Au revoir so'zma-so'z tarjima qilsak, xayr, ko'rishguncha degani. Yana bir so'z o'rgangandik biz. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Agar shu kun davomida yana o'sha odamni ko'radigan bo'lsang, ya'ni misol uchun ertalab ko'rib, abitdan keyin yana ko'radigan bo'lsang, à plus deyish mumkin. À bientôt. À plus. À bientôt boshqa so'z, ya'ni uchrashguncha degani. A plus bu boshqa so'z, ya'ni sen marshrutkada ketyapsan, kamgina qoldi, shu odamni uchratasan. WhatsAppda yozishadigan bo'lsang, aytishing mumkin a plus. A plus. Très bien. Yana bitta so'z bor, ya'ni keyinroq ko'rishamiz, bu a plus tard. A plus tard. A plus tard. A plus tard. Va biz sen bilan yana o'rgangandik, ismimizni aytishni. Men aytishim mumkin. Ya'ni qani ismingni fransuz tilida aytchi? Je m'appelle Shahzoda. Très bien. Savolimiz nima edi? Isming nima? Comment t'appelles-tu? Comment t'appelles-tu? Très bien. Comment t'appelles-tu? Comment t'appelles-tu? Qani javob berchi? Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Shahzoda. Endi
Biz bu sening isming nima degani, sizning ismingiz nima deb so'ramoqchi bo'lsak nima bo'ladi? Comment vous appelez-vous? Shundaymi? Shunday. Très bien. Comment vous appelez-vous? Comment vous appelez-vous? Comment vous appelez-vous? Qani shu savolni mendan so'rachi. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Mansour. Enchanté. Enchanté esingda bormi? Enchanté. Nima? Tanishganimdan xursandman. D'où venez-vous? Nima degan? Siz qayerdansiz? Très bien. Siz qayerdansiz degan. Vous sizmi? Vous siz. D'où venez-vous? Siz qayerdansiz? San qayerdansan? Fransuz tilida nima bo'ladi? D'où viens-tu? D'où viens-tu? D'où viens-tu? Très bien. Qani, Shahzoda, sen javob berchi. D'où viens-tu? Je viens de Roland-Garros. Très bien. Je viens de Paris. J'habite à Paris. Farqi nimada? Je viens de Paris. Man Fransiyadanman. Parijdanman. Parijdanman, adashdim. J'habite à Paris. Man Parijda yashayman. Très bien. Ya'ni biz ham aytgandek, ya'ni je viens de Paris, mais j'habite à Lyon. Men Parijdaman, lekin Lyon shahrida yashayman deb o'tgandik. Très bien. Oila mavzusiga qaytadigan bo'lsak, mening onam nima bo'ladi? Ma mère. Très bien. Mening otam? Ma père. Et mon père. Ok, mon père. Mon père. Ya'ni ma женский rod. Shuning uchun onaga ma ishlatamiz. Ma mening, ma mère. Otaga mon père. Mon bu мужской rod. Ma mère, mon père. Maskulin, feminin. Endi mening bolalarim deb qanday aytasan? Nima aytasiz? Mes enfants. Mes enfants. Ya'ni mening bolalarim, ya'ni ko'plikda bo'lgani uchun enfant biz mes ni ishlatamiz. Mes enfants. Mes enfants. Mana mani o'g'lim deb qanday qilib aytasan? Voici mon fils. Voici mon fils. Shuni tarafiz qilmayman. Voici mon fils. Très bien. Mana mani qizim deganchi? Voici ma fille. Voici ma fille. Voici ma fille. Très bien. Biz raqamlarni ham o'tgandik. Raqamlar birdan o'ngacha birgalikda sanaymiz, keyin eslab olamiz, keyin senga savol beraman raqamlardan. Takrorla. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yaxshi. Endi raqamlarni aralashtirib sanab so'rayman. Sen menga qaysi raqamligini aytishing kerak. Tur. 4 8 8 non. Yo'q. Très bien, to'g'ri. 8 1 8 to'g'ridimda men endi. 10 10 3 1 2 3 5 5 5 Sen nechinchi sinf eding? Okay, o'shani ham aytsa bo'ladi. 9-chi?
9. 9. Yaxshi, yana raqamlarni praktikaga kerakmi? Yo bo'ladimi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. Endi kasblarga qaytsak, man o'qituvchiman demoqchi bo'lsam qanday aytaman? Je suis professeur. Très bien. Je suis professeur. Endi sen man o'quvchiman deb qanday aytasan? Je suis étudiante. Je suis étudiante. Shahzoda, esingda tutishing kerak, ana shu je suis ni oxiridagi s etudiantni boshidagi i ga bog'lanib bitta o'qiladi. Bu liaison deyiladi. Ya'ni to'g'ri o'qish bu je suis étudiante. Je suis étudiant. Très bien. Nimaga je suis dagi s ni i ga qo'shamiz? Chunki i unli tovush. Unli tovush bo'lgani uchun qo'shilib o'qilyapti. Professorda p bo'lgani uchun je suis professeur bo'ladi. Je suis professeur bo'lmaydi. Farqini tushundingmi? Ha, tushundim. Man injenerman dechim. Je suis ingénieur. Je suis ingénieur. Je suis ingénieur. Je suis ingénieur. Très bien. Shu yerda aytib o'tishimiz mumkin. Ya'ni man bolnitsada ishlayman demoqchi bo'lsak, aytishimiz mumkin. Je travaille dans un hôpital. Je travaille dans un hôpital. Hospital. Mhm. Hospital. Ingliz tilida hospital, fransuz tilida hôpital. Hospital. Ya'ni age o'qilmaydi. Je travaille dans un magasin. Magasin. Je travaille dans un magasin. Je travaille dans un magasin. Buning ma'nosi, ya'ni men magazinda ishlayman. Mening ishim yoqadi demoqchi bo'lsang, aytishimiz mumkin. Nima deyishimiz mumkin? O'tkamiz. J'aime mon travail. J'aime mon travail. J'aime mon travail. Mening kasbim yoki meni ishim menga yoqmaydi deb qanday aytasan? Esingdami? Je n'aime pas mon travail. Hammasi birgalikda je n'aime pas mon travail. Je n'aime pas mon travail. Ya'ni mening ishim menga yoqmaydi. J'aime mon travail. Menga yoqadi. J'aime mon travail. J'aime mon travail. Je n'aime pas mon travail. Très bien. Je ne suis pas étudiante. Nima degan? Man étudiante kim edi? Advokat. Étudiant. Yo'q. Avocat bo'ladi. O'quvchi. Je ne suis pas étudiant. Nima bo'ladi? Men o'quvchi emasman. Je ne suis pas étudiant. Sen aytishing mumkin, sen aytishing kerak. Je ne suis pas étudiante. Sen t oxirida aytasan, chunki sen t ni oxirida i qo'shilish, sen qiz bolasan. Femininum, men maskulin bo'lganim uchun je ne suis pas étudiant. Endi biz o'zimiz yaxshi ko'rgan narsalarni aytishni o'tgan dars o'rgangandik. Ya'ni men ashula aytishni yaxshi ko'raman. Nima bo'ladi? J'aime chanter. J'aime chanter. J'aime chanter. Men nafratlanib, men yomon ko'raman nima bo'ladi? Je nima edi? Je déteste. Je déteste. Men sevaman, men yaxshi ko'raman nima bo'ladi? J'adore. J'adore. Qu'est-ce que tu adores?
Sen nimani yaxshi ko'rasan juda? Esingdami o'tgan dars bergan javobing? J'adore. Yo'q, bildim. Nima o'ylayapman, nima aytishni. J'adore. Bilmayman, ma'lum. J'adore la musique française. O'tgan dars shunday deganding. Takrorla. Boshqa narsa aytmoqchi edim. J'adore la musique française. Française. Très bien. Shu bilan shu kungacha o'tgan so'zlarimizni barchasini takrorlab oldik. Shahzoda, bravo. Barcha emas, lekin ko'p so'zlar esingda qolgan ekan. Mana shunday o'rganishda davom etsang, fransuz tilida yaqinda bemalol gapiradigan bo'lasan, umid qilamiz.